Miqdod ibn Aswad roziyallohu anhu ni oldilariga ziyorat qilishlik uchun uzoqdan odamlar kelishdi. Payg'ambarni ko'rgan odam deb kelishdi. Va kelib o'tirib duolarini olishdi. Miqdod ibn Aswad roziyallohu anhu ga qarab o'tirdi, ko'zlariga tikilib o'tirdi. Miqdod ibn Aswad xijolat bo'ldilar shakilida, nega bunday qarayapsiz dedilar. Payg'ambarni ko'rgan ko'zlariga bir qarayin to'yib dedi. Otasini yo'qotgan odamlar otasini, oshni, og'aynisini oldiga borib ular bilan bir zum gaplashsin. Siz meni otamni yoshlikdan taniysiz, ha, birga o'sganmiz. Otang falon odam edi, otang piston odam edi desa, o'sha ko'zga qanaq qilib o'zingiz vaqtingizni berayotganligingizni bilmaysiz. Qanday qilib jo'shib ketayotganingizni, otamni do'sti, otamni anchadan bir taniydi, onamni taniydi deb shunday muomala qilinadi. U kishi ham Miqdod ibn Aswad roziyallohu anhu ga shunday qarab, payg'ambarni ko'rgan ko'zlariga bir tikilib maza qilay dedi. Bu gapdan Miqdod ibn Aswad roziyallohu anhu ni jahlari chiqib ketdi. Men payg'ambarni ko'rib turib, bitta orzusi u kishini o'ldirishlik bo'lgan odamlarni ko'rdim. Payg'ambar alayhisalomni ko'rib, u kishini duosini olishlikni emas, u kishiga ozor yetkazishga harakat qilganlarni ko'rdim. Onalaringdan musulmon bo'lib tug'ilganlaringga shukr qilmaysanlarmi dedilar. Musulmon bo'lib tug'ildik, payg'ambar alayhisalomni ko'rmanmiz. Bu armon hammamizga. Dunyoyimizda armon, lekin oxiratda umidvormiz. Payg'ambar alayhisalomni ko'rsak, u kishini suhbatlarida bo'lsak, bag'rimizga bossak, u kishi bilan jannatlarga kirsak, shafoatlarda bo'lsak, orzu hammamizda shunday. Ammo lekin musulmon bo'lib tug'ilganligimizga alhamdulillah. Agar men ham payg'ambar alayhisalomning davrlarida tug'ilgan bo'lganim deydi, men ham musulmon bo'lgan bo'lardim desak, biz xato qilamiz, birodarlar. Hozir aytilganidek, payg'ambar alayhisalomni ko'rgan odamni hammasi iymon keltirib ketavermadi. Bizga esa iymon shunday qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, tekinga tarqatilandi, tekinga. Olinglar deb berilgan bizga. Balkim shuning uchun ham biz ko'p ham uni qadriga yetmasmiz, balkim. Demak, birinchi insonni jannatga kirishligiga muhim bo'ladigan sabab keltiriladigan iymon. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh. Mana shu so'z najot topishlik uchun eng katta muhim bo'lgan jihat sanaladi.